Bugungi tadbir aynan sizni to'garak a'zolaringiz bilan ham mazmunli kechdi va mana shu yigitcha ham meni diqqatimni tortdi. Ustoz san'atkorlarimizni qo'shiqlarini maromida ijro etdi. Estrada ohanglarida ham o'ziga xos iqtidori bor ekan. O'zingizni tanishtirsangiz, necha yildan beri musiqaga mehr bog'lagansiz? Bu yo'nalishda qanaqa yutuqlarni qo'lga kiritgansiz? Men shu to'garakka 2020-yildan beri qatnashaman. Mening asosiy yo'nalishim folklor yo'nalishi. Qiziqishim an'anaviy xonandalikka ham qiziqib turaman va boshqa asboblarni ham o'rganaman. Mana shu ko'rib turganingizga yutuqlarga erishdik. Shu ustozlarim tufayli. Kelajakda rejalaringiz qanday? Kelajakda xalq artisti bo'lish. Hozir bizga tadbirda kuylagan qo'shiqlaringizdan bir chiroyli, bir chimdim kuylab bersangiz. Pay bo'lsin tasbirgalimingga topdim jon davlati payandaman jonni berdim bir yo'la yo'lingda men ishqingda to qiyomat zindaman ishqingda to qiyomat zindaman jonni berdim bir yo'la yo'lingda men ishqingda to qiyomat zindaman ishqingda to qiyomat zindaman. Ko'p kitob o'qigan, adabiyot va san'atga mehr bog'lagan yoshlar ijod chamaniga ham ohista qadam qo'ya boshlaydi. Bu chamanning bo'yiga asir bo'lish, go'zal she'r va hikoyalar bitish uchun inson qalbi